Assalamu alaykum saboqdoshlar. Usul darsimizga xush keldinglar. Biz bugun ilgirki soatlik darsimizning davomini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda kalamninki ikki turga bo'linganligi, ya'ni dalolat jihatidan ikki turga bo'linganligi. Uning birisining haqiqat ekanligi, yana birisining majaz ekanligi haqida to'xtalgan edik. Shundaqla biz ilgirki darsimizda haqiqatning nima ekanligi va haqiqatninki 3 turlarni tushunib chiqqan edik. Endi biz bugungi darsimizda majaz bilan tanishib chiqamiz. Biz majaz bilan tanishib chiqishdan ilgari haqiqat degan nima qisqacha eslab o'tsak, haqiqat deganimiz, ya'ni kalamdan haqiqat bo'lganlari shu so'zning yoki jumlaningki asli ma'nosi ishlatilinishi buning bo'ldi haqiqat bo'ladi. Majaz shuning dal aksicha. Ya'ni bir so'zningki yoki jumlaningki asli ma'nosidan boshqa bir ko'chim ma'noda qanday qilinishi, ishlatilinishi. Ama bir sözünki asli ma'nosidan boshqa ma'noda ishlatilishda cho'qim ishlatilgan ko'chma ma'nosi bilan asli ma'nosi o'rtasida bir aloqa, bog'lovchi bo'lishi kerak. Hech qanday bog'lovchi bo'lmagan asosda bir so'zni asli ma'nosidan boshqa bir yerga yo'tkab ishlatsa, bu to'g'ri olmaydi, ham mantiqiy uyg'un emas. Unda ishlatilmaydi. Ham bu yerda majazma shakllanmaydi. Majazning shakllanishi uchun cho'qim asli ma'no bilan u majaz bo'lgan, ya'ni ko'chim ma'noning o'rtasida bir aloqa bo'lishi kerak. Bu aloqa balkim tashbih, ya'ni o'xshatish bo'lishi mumkin. yoki bir so'zdagi isnodga aloqa bo'lishi mumkin, yoki so'zlik bo'lishi mumkin. Biz buni to'g'ri o'qiymiz. Unda bo'lsa biz darsimizni qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. El-mecaz. Mecaz degan nima? Huwa al-lafzul musta'mal fi g'ayri ma wudi'a alah. Mecaz deganimiz uning uchun quyilgan narsaning boshqasida ishlatilgan lafzi. Ya'ni bir lafziningki asli ma'nosidan boshqa bir yerda qanday qilinishi, ishlatilinishi bu mecaz bo'ladi. Masalan, asad lirrajul shuja. Batur odam uchun asadni ishlatganga o'xshash. Ja asad desam, bir yo'lbos keldi desam, u yerning kuchli bir yomon batur odamni birisi kelgan bo'lsa, men bu asad degan so'zdan u odamni maqsad qilgan bo'lsam, bu asad degan so'z bu yerdan bo'ladi. Majaz ko'ch ma'noda ishlatilgan bo'ladi. Chunki asadningki haqiqiy ma'nosi nima? Yirtqich bir hayvonni ko'rsatadi. Demak, majaz deganimiz bir so'zningki asli ma'nosining boshqasi qanday qilinishi, ishlatilinishi. Endi fakharaja bi qawlina al-musta'mal. Musta'mal degan so'zdan muhmal chiqib ketdi. Ya'ni ishlatilgan lafzi degan so'zdan ishlatilmaydigan lafzlar qanday qildi? Chiqib ketadi. Shuni ishlatilmaydigan so'zlar haqiqat yoki majaz deb ishlatilmaydi. Muhmalning qatoriga masalan ishoratlarni kirib ketadi. Ishoratlarga biz ko'rsatadigan. Bularmi majaz haqiqat deb ayrilmaydi. Fi g'ayri ma wudi'a alah degan so'zdan haqiqat chiqib ketdi. Chunki asli ma'nosining boshqasida bo'lgandan u haqiqat bo'lmaydi. Haqiqat degani nima? Asli ma'nosida. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. To'g'ri olmaydi lafzini majazga hamla qilish. Ya'ni bir lafzini ko'ch ma'noga hamla qilish, ya'ni ko'ch ma'noga yuklash to'g'ri olmaydi. İlla faqat bidalilin sahihan yamna'u min iradatil haqiqa. Haqiqatni iroda qilishni to'sib qo'yadigan sahih, ishonchli bir dalil bilan to'g'ri bo'ldi. Ya'ni uni ko'ch ma'noga yetkazish uchun cho'qim sahih bir tin bo'lish kerak, dalil bo'lish kerak. Bu dalil balog'at ilmida biz o'rgangan qarina deb o'rgangan. Masalan, kuchli botur odam birisi kelgan bo'lsa, ja asad desam, masalan bu yerda bir kuchli yo'lbosdek odam keldi degan bo'ladi. Bu yerda haqiqat ma'nosini cheklaydigan bir nima bor, qarina bor. O qaysi bir odam. Odam degan yo'lbos olmaydi, shundaqmi? Va huwa ma yusamma fi ilm al-bayan bil qarina. Bu bayon ilmida qarina deb ataladi. Endi men bayatın deganga o'xshash va yushtaratu li sihhati isti'mal al-lafz fi majazihi wujud irtibat bayna al-ma'na al-haqiqi wal-majazi li yasihha al-ta'bir anhu deydi. Lafzini uning majazda ishlatishda, ya'ni bir lafzini uning majazda ishlatishning sahih bo'lishida shart qilinadi. Haqiqiy ma'nosi bilan majaz ma'nosining o'rtasida bir irtibot, ya'ni aloqa, bağlanışının bo'lishi shart qilinadi. Va yashtaritu li sihhati isti'mal al-lafz fi majazihi. Lafzini majazda ishlatilishining sahih bo'lishi shart qilinadi. Haqiqiy ma'nosi bilan majaz ma'nosining o'rtasida bir aloqaning bo'lishi shart qilinadi. Nima uchun? Li yasihha at-ta'bir anhu. Uningdan
ifodalashning to'g'ri bo'lishi uchun. Agar aloqa bo'lmasa, unda ifoda qilinmaydi, majaz qilinmaydi. Bu bayon ilmida nima deb ataladi? Aloqa deb ataladi. Wal alaqa imma an takuna mushabaha aw ghayriha. Aloqa mushabaha, ya'ni o'xshash bo'ladi yoki uning boshqasimicha bo'ladi. Agar bu yerdagi aloqa tashbih bo'lsa, o'xshash bo'lsa bo'ladi, bu isti'ara bo'ldi. Biz buni balag'at darsida o'qigan shundaqmi? Shunday deydi. Fa in kanat al mushabaha samma at-tajawuz isti'ara deydi. Summiya at-tajawuz isti'ara deydi. Agar mushabaha bo'lsa, bu yerdagi tajawuz, ya'ni majazlik, ko'chma ma'nilik isti'ara deb ataladi. Summiya at-tajawuz isti'ara. Bu yerdagi aloqa mushabaha, tashbih, o'xshash bo'lsa, bu isti'ara deb ataladi. Xuddi kattajavuz bilafzi asad an rajul shuja. Xuddi majaz qilganga o'xshash asad degan lafz bilan botir odam. Ya'ni asad degan lafz bilan botir odamni biz qanaqa qilamiz? Majaz qilib ishlatamiz. Bu yerdagi aloqaning bo'ldi. Ya'ni men bir botir odamni yo'llos deb majaz qilsam, ko'chmani ishlatsam, u yo'llosning odamni bog'laydigan aloqaning bo'ldi. Kuchlikni iborat bir xil nima o'xshash tushib bu yerda. Demak, aloqa o'xshashning bo'ldi, isti'ara bo'ldi. Va in kanat ghayral mushabah, agar o'xshashning boshqasi bo'lsa, ataldi bu yerdagi tajavuz, ya'ni majazlik, majaz mursal deb ataldi. Majaz mursal deb ataldi. Qanday bo'lsa majaz mursal deb ataladi? Diqqat et, oxirisi bak. Va in kanat ghayral mushabah, agar o'xshashning boshqasi bo'lsa, summiya tajavuz ataldi majazlik, majaz mursal deb ataldi. In kana tajavuz fil kalimat. Agar bu yerdagi majazlik so'zlarda bo'lsa. Qanday masalan so'zlarda bo'lgani? Masalan, xamir yo'g'irdim desam, men xamir yo'g'iraman dedim, yo'q. Unni qanday qilaman? Yo'g'irib xamir qilaman. Men xamir degan yo'g'imsaq bo'ldi, pishib xamirlab bo'lgandan shunda unni yo'g'iramiz. Men xamir degan so'zdan un degan so'zdan xamirni qanday qildim? Majaz qildim. Bu arablarda bu. Masalan, men beshimni bir yastib kelay deyman. Beshimni qanday qilay yastib kelay. Aslida men beshimni emas, chechim yastiman. Beshim degan so'z bilan nimadan majaz qildim? Chechimdan majaz qildim. Bakjiq bu. Masalan, qozon qaynaydi deymiz. Qozon qaynamaydi, qozonning ichidagi osh yoki suv qaynaydi. Qozon degan so'z bilan suvdan qanday qilamiz? Majaz qilamiz. Demak, bu yerdagi kalimat so'zlardan nima? Majaz bor. Bundaq majaz deb ataldi, majaz mursal deb ataladi. Agar majaz so'zlarda emas, nima bo'lsa, isnad bo'lib qolsa va majazan aqliyan, majaz aqli deb ataladi, in kana tajawuz fil isnad. Agar majaz isnad bo'lib qolsa. Masalan, podshoh yangidan bir shahar qurdi desam, buni biz majaz aqli deymiz. Podshoh shahar quramda? Yo'q, kim quriydi? Buyuriydi, xalqlar, shu xizmatchilar quriydi. Ama biz bu yerda isnodni majaz qilib podshohga qana qilamiz? Nisbat beramiz. Ana endi buning misoli berilgan, qarab boqaylik. Misalu zalika fil majaz al-mursal. Majaz mursaldagining misoli masalan, an taqul ra'ayna al-matar. Deysiz, yomg'irni baqtoq. Yomg'irni qanday qildik? O'tlatdik deymiz. Yomg'irni o'tlatlamda odam? Yo'q. O'cheplarni sug'urdik demakchi bu yerda. Fakelimatu matar, bu yerdagi matar degan so'z majazun anil ashb. Bu yerdagi matar degan so'z, o't cho'pdan nima ko'chma qilib ilingan. Bu so'z bilan qanday qilish? Majaz qilish deb ataladi. Ya'ni bu arablarda ishlatilgan, uyg'ur tilida ishlatilgan tushunishingiz chiqib qoldimi bu? Ra'a degan gap, padvoq degan gap shunday. Bizni yamg'o ra'aynal matar, yamg'oni baqtuq degan gap emas. Ya'ni o't cho'plarni yomg'ir yog'ish orqali qanday qildik? O't cho'plarni sug'adik demakchi. Ammo bu yerda o't cho'pdan matarni qanday qildi? Majaz oldi. Xuddi qozon qaynadi, xamir yo'g'ray deganga o'xshash bir gap. Majaz aqlidagi misoli antaqul shiki deysiz, anbatal matar al-ashb. Majaz aqli onun misali masalan, yomg'ir o't cho'pni o'stirdi deysiz masalan. Yomg'ir o't cho'pni o'stiramiz da? Yo'q. Kim o'stiradi? Alloh o'stiradi. Ammo biz Alloh degan lafzlarni yomg'irni qanday qildik? Majaz qildik. Fal kalimat kullaha yuradu bihi haqiqatan ma'naha. So'zlar uning hammasi maqsad qilinadi, uning haqiqiy ma'nosi maqsad qilinadi. Lekin isnadul imbat, lekin o'stirishni nisbat qilish nimaga? Yomg'irga bu majaz. Chunki o'stirguchi haqiqatda u kim? Alloh taolo. Bu yerdagi tajovuz isnatda, ya'ni yo'lash qanday?
majazliq bor. Xuddi podshoh shahar qurdi, podshoh qasr soldi degan qo'shgan. Podshoh qasr solmaydi, uni quruvchilar soldi. Shunday, ammo u buyurdi. Bu yerdami isnatda majazliq bor, ya'ni yuylashda, nisbat berishda majazliq bor deymiz. Endi ma majaz mursalning ichidan ba'zida ma ziyoda qilish yoki tashlashlarmi majaz mursal bo'ldi. Masalan deydi, "Va min al-majaz al-mursal", majaz mursalning qatoridan at-tajawuz bi-ziyada va at-tajawuz bil-hazb. Ziyoda yoki tashlash bilan majaz qilish. Misal keltirdi ular ziyoda qilgan misoliga, "Laysa kamithlihi shay", Allohning hech nimasi yo'q, o'xshash yo'q. Aslida kap kamisimi "Laysa mithlihi shay", Allohning o'xshash desa bu jumla qurilma jihatdan xato olmaydi. Ammo "Laysa kamislihi" deb ka, ya'ni o'xshashni yana birini akilib ziyoda qilib keltirish nima uchun? Buni biz majaz uchun deymiz. Nima uchun majaz qilamiz? Ta'kidlash uchun. Faqalu innal kaf zaida, dedi ular bu yerdagi kaf ortiq nima uchun? Li ta'kid nafil anillahi ta'ala. Bu yerdagi o'xshashlikni Alloh taolaning yo'qotishini ta'kidlash uchun ziyoda qilingan. Bu Qur'onda ba'zi harflar ziyoda keldi deymiz. Ziyoda bu qurilma jihatdan, ya'ni shu so'z tashlansimi shu ma'no bildiriladi degan gap. Ammo ortiq emas. Uning bir cho'qim logikalik jihatdan bildiradigan bir uqumi var, paydası var. Kur'an'da hiç qachon ziyodachi harf mi yo'q? Hazf bilan majaz o'g'ning misoli "Was'alil qariya", kanitdan so'ranglar dedi shunda. O Islomning otasi Yaqub alayhisalom. Bu yerdagi kanitdan so'g'ilanda yo'q. Kanit ahli deb bu yerdagi "Was'al ahli qariya" deb ahldan birisi bor. Demak, ahli qanday qilingan? Tashlangan. Demak, bu tashlanishni qanday qildi? Majaz qilindi. dedi ey vas'al ahl qarya. Fahuzifat ahl majaz dedi. Yani fahazafta ahl majazan dedi. Ahlni tashlattınız nima uchun? Majaz qilgan holatda. Majazning yana nurg'ulg'an turlari var. Bu ilm bayon babida so'zlandi. Biz buni balog'at babida qanday qildik? So'zladik. Emas nima uchun bu yerda so'zladik? Va innama zukira tarfu min al-haqiqa wal majaz fi usul fiqh lianna dalalat al-alfaz imma haqiqa va imma majaz dedi. Faqatlam bu yerda haqiqat va majazning bir tarafi so'zlandi usul fiqhdagi. Ya'ni usul fiqhga aloqador bo'lgan bir taraf qanday qilindi so'zlandi. Nima uchun so'zlandi usul fiqhga aloqador bo'lgan? Ya'ni nima uchun usul fiqhga aloqador deganda lianna dalalatul alfaz imma haqiqa va imma majaz. Chunki lafzlarning dalalati ya haqiqat bo'ladi yoki majaz bo'ladi. Shuning uchun fahtija ila ma'rifati kulli minhuma va hukmuhu. Shuning uchun har birininki tunish va uning hukmini bilishga ehtiyoj bo'lindi. Allohu a'lam. Endi astroq ogohlantirish berildi, tanbih, ogohlantirish. Endi olimlarning ichidan qaranglar. Ba'zilar majaz yo'q Qur'on Karimda deydi, ba'zilar bor deydi. Ammo buni kuchliroq, aqlga muvofiqroq, ham pok jihatda kuchliroq Qur'onda majaz borligi. Chunki Qur'on arab tili bilan tushdi. Arab tilida majaz bormi yo'qmi? Bor. Arab tilida bo'lgan ekan Qur'onda nima shu? Bor. Taqsimul kalam ila haqiqa va majaz va huwa al-mashhur 'inda akthar mutaakhirin fil Qur'on va g'ayrihi. Kalamni haqiqat va majazda bo'lish o mashhur bo'lgan keyingi ulamolarning qashida. Qur'on va uning boshqasida. Ya'ni Qur'on va uning boshqa arab kitoblaridami kalamni haqiqat va majazda bo'lish keyingi ulamolarning qashida qanday qilgan mashhur bo'lgan. Va qala ba'd ahli al-ilm, ba'zi ahli ilmlar Qur'onda majaz yo'q dedi. Va qala akhurun va ba'zilar dedi Qur'on Karimda va uning boshqasida Qur'onda yo'q, arab tilining hech qanday kitoblarda arab tilida majaz yo'q dedi. Bu nihoyat bir xato qarashda, ammo arab tilining boshqasi yo'q degan gap. Va bihi qala Abu Ishaq al-Isfirani va ma gapni qilgani Abu Ishaq al-Isfirani va min al-mutaakhirin va keyingi yangi davrdagi ulamolardan Muhammad Amin Shinqiti, ya'ni Adwaul Bayonninki yozuvchisi, mufassir olim Muhammad Amin Shinqitimi yo'q deb qaragan. Bular masalan Muhammad Amin Shinqitimi Qur'onda majaz yo'q deydi. Ammo shu masalan bayatning Qur'ondagi was'alil qariya masalan. Bu gapni qanday tushuntirasiz? Unda o'z majaz bo'lmasa, kanitdan so'g'illamdi degan savol qo'yilsa, bu yerda ahli bor. Bu degan asari bil arabiyya, arab tilining uslubi bu deb turoldi. Ya'ni shuning tashlanganligi ulama iqro, lekin ular majaz deb atamaydi. Shunga bunga inchiklab kirgan vaqtimizda yo'q deganlarninki deganlar bilan ba deganlarning orasidagi ixtilofninki bir lafziy ixtilof ekanligini ko'ramiz. Ya'ni majaz deb atolmaydi. Va qad bayyana Shayx al-Islam ibn Taymiyya va tilmizi ibn al-Qayyim, Shayx al-Islam ibn Taymiyya va uning shogirdi ibn al-Qayyim bayon qildi annahu istilahun hadis. Ya'ni bu majaz haqiqat degan
yanada paydo bo'lgan bir istiloh. Ba'da inqido'il qurun al-thalath al-mufaddala. Ya'ni fazilatlik 3 asr tugandan keyin yanada paydo bo'lgan bir atalg'u, istiloh. Va kuchlantirdi o so'zni nurg'unlagan kuchlik dalillar bilan. Tubayyinu liman ittala alayha oshkora bo'ladi uning ko'rgan odamga mushu gapning to'g'ri ekanligi qanday bo'ldi oshkora bo'ladi. Ya'ni yana bir ish ekanligini oshkora bo'ldi. Amaliyotda haqiqat majazda bilinganlik yangish bo'lishi tabiiy. Ammo Qur'on Karimda, ya'ni yangish degan gap yangi paydo qilgan degan gap emas. Arab tili asli bor haqiqat majaz, ammo qizib chiqilgan. Ma haqiqatgan, ma majazgan deb atalib qilib bir pen sifatida o'tirib qo'yilgan yangish bo'lishi mumkin. Ammo arab tilida majaz bormi? Bor. Haqiqat bormi? Bor. Arab tili bildigan Qur'on Karimda-chi? Bor. Unda vasoqlashlar bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.